Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Blender, ya'ni modellashtirishda yo'l qo'yiladigan 3 ta top xato haqida gaplashib chiqamiz. Demak, birinchi xato bu obyekt modda, hajm va burilishlar, lokatsiya o'zgarishidan keyin apply bermasdan edit, ya'ni tahrirlash bo'limiga o'tish. Deylik, oddiy kub yaratib olamiz, undan so'ng uni deylik y o'qi bo'yicha cho'zamiz, z o'qi bo'yicha tushiramiz, x o'qi bo'yicha ham tushiramiz. Taqriban shunaqa shakl kelgandan so'ng uni tahrirlash bo'limiga o'tib, zudlik bilan tahrir ishlarimizni davom ettirib ketamiz. Lekin bu juda ham katta xato hisoblanadi, negaki obyekt moddan tahrirlash bo'limiga o'tganda mana bu qismdagi raqamlar barchasi 1 bo'lib turishi kerak. Boshda obyektimiz o'zi 1 edi, lekin uni hajmini o'zgartirganimizdan so'ng, masalan, buni 10, buni ham 10 deylik, buni yoki 0.5 shu tariqa o'zgartirganimizdan so'ng yana bularni qaytib 0 holatiga, 1 holatiga keltirishimiz kerak, lekin shaklimiz o'zgarmasligi kerak. Buning uchun Ctrl A va Scale bo'limini tanlaymiz. Mana endi shaklimiz o'zgarmadi, ammo o'lchamlari bir holicha turibdi. Bu bir o'zi aslida nisbiy holat desa bo'ladi. 1 metr yoki 1 santimetr emas, shunchaki bir o'lcham kattaligi. Mana shu 1 kub o'lcham kattaligi asosiy o'lcham nisbatiga aylanib qoldi. Bu bizga nega kerak, nega tahrirlash bo'limiga bu bilan o'tishimiz kerak deb savol berilsa, hozir tushuntiraman. Ikkita kub olamiz. Ikkalasini ham hajmini birdek ko'taramiz va bittasiga Ctrl A Scale ni bosib qo'yamiz, biriga esa bosmaymiz. Va ikkalasiga ham tahrirlash bo'limini o'tkazib bevel qilib ko'ramiz. Deylik, mana oddiy sodda misol. Bu holatda bevel, bu modelimiz x o'qi bo'yicha 10 marta cho'zilgan bo'lsa, bevel ham 10 marta cho'ziladi. Bu holatda esa 10 marta cho'zilganiga qaramay, oxirida bir o'lcham kattaligida qolgani sababli bevellarimiz shunaqa chiroyli chiqadi. Agar modelingiz xuddi shunaqa cho'zilib ketgan bo'lsa, obyekt modga o'tib, uni Ctrl A va Scale tugmalarini bosib qo'ying. Undan tashqari Ctrl A ni bosganimizda yana bizga turli xil natijalar chiqarayotgan edi. Masalan, location, rotation, scale, out, transforms, rotation and scale. Bular nima? Biz hozir scale ni o'zgartirdik va scale ga tasdiq berdik. Undan tashqari bizda burish yoki lokatsiya o'zgarishlari bo'lishi mumkin. Deylik, mana bu qismlar ham 0 ga ko'chib qolish uchun biz deylik location ni bosamiz. Mana hammasi 0 ga tushib qoldi. Rotation o'zgarishi 0 ga tushishi uchun biz rotation ni bosib qo'yamiz. Mana 0 ga tushdi. Scale uchun esa scale ni, barchasi o'zgarishi uchun esa all transforms bo'limini bosamiz. Demak, mana shu. Keyingi xatolik esa 5 burchak va undan ortiq nuqtali yuzalar. Ingliz tilida n-gons deyiladi. Xo'sh, bular nega xato hisoblanadi? Deylik, birinchi ko'rib o'tamiz, o'zi n-gons nima? Bitta yuzada eng ko'pi bilan 4 ta nuqta yoki 3 ta nuqtaga ulangan bo'lishi kerak. 4 ta nuqtadan ortiq ulangan nuqtalar bizda n-gons bo'ladi va bu xatolik. Deylik, oddiy silindrni oladigan bo'lsak ham
mana bu yuzamiz bizda 32 ta nuqtaga ulangan va buni shundayligicha qoldirish xato bo'ladi va barcha nuqtalar barcha nuqtalar belgilangandan so'ng Ctrl va T tugmalari bosiladi. Undan so'ng barcha nuqtalar bir-biriga ulanib chiqadi. Agarda yuzada 4 ta nuqtadan ko'p nuqtalar paydo bo'lsa, boshqa dasturlar bilan integratsiyada, masalan Unity, Unreal Engine bilan bog'liq integratsiyalarda bu modellar muammo keltirib chiqaradi. Masalan, soya chiqarishda yoki shading bo'limlarida muammo keltirib chiqaradi. Shuning uchun yuza ko'payib ketgan taqdirda ham 5 ta nuqtali yuzalardan qochish kerak. Xo'sh, bu kabi modellarni oson to'g'irlash usuli barcha nuqtalarni belgilab olamiz. Ctrl T va Alt J ni bosib olamiz. Ya'ni endi istalgan yuzani ko'rsak, bu yerda 3 ta nuqta ulangan, bu yerda 4 ta nuqta. Demak, barcha yuzalar me'yorida. Bu maslahat berardim model oxirida bu ishni qilishni, chunki bu ish bo'lgandan so'ng bevellarimiz ko'ngildagidek chiqmaydi. Shuning uchun bevel qilib, barcha model tayyor bo'lgandan so'ng oxirida 5 burchak va undan ortiq bo'lgan nuqtali yuzalarni to'g'irlab chiqishingiz kerak. Agarda Unity yoki Unreal Engine yoki boshqa bir dasturga ko'chirmoqchi bo'lsangiz, agar Blender ichida qoladigan bo'lsa, uncha muhim emas, lekin baribir ham e'tibor berish kerak. Xo'sh, endi keyingi xatoliklardan biri bu yuzalarning teskari bo'lib qolishi. Deylik, oddiy kub olamiz. Men hozir bitta yuzani teskari qilib qo'ydim, ammo bu modelim uchun o'zgarishni ko'rsatmayapti. Oddiy kub, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Xo'sh, lekin men buni bevel qiladigan bo'lsam deylik. Shunaqa xunuk natijaga erishaman. Boshqa tarafi ko'ngildagidek chiqadi. Ammo o'sha teskari bo'lib qolgan yuza xatolik keltirib chiqadi. Buni sababi nima? Buni sababi bevel burchaklarni yo'qotib beradi. Teskari bo'lgan yuza esa qaysi tarafga qayrilishini bilmay, tushunmay qoladi. Teskari bo'lgan yuzalarni ko'rish uchun bizda face orientation degan funksiya bor. Buni yoqib qo'yilsa agar, teskari bo'lgan yuzalar mana shunday qizil rangda ko'rinadi. Keyinchalik esa shu qizil yuzalarni bosib Alt N flip. Mana endi yuza teskarilikdan xalos bo'ldi. Endi agar bevel qiladigan bo'lsak, juda ham silliq, chiroyli chiqadi. Teskari yuzalarni yomon tarafi Blenderning ichida bevel qilib bo'lmasligi yoki yana ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi. Ikkinchi tarafi esa Unity integratsiyasida yoki Unreal integratsiyasida bu teskari yuzalar shunchaki ko'rinmaydi. Deylik, mana bitta yuzani teskari qilib qo'ydim. Endi
tasavvur qiling, shu modelni Unity'ga yoki Unreal Engine'ga o'tkazsak, qanaqa ko'ringan bo'lardi. Buni ko'rishning iloji bor. Bu uchun teksturada backface cooling, ya'ni orqa tomonini o'chirib tashla degan joyini yoqib qo'yishimiz kerak. Mana. Undan so'ng esa face orientation vaqtinchalik o'chirib turamiz. Modelimiz oddiy Blenderda shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Bir tarafdan olib qarasa hech qanaqa kamchilik yo'qdek ko'rinadi, ammo Unreal Engine yoki Unity'ga o'tganingizda mana shunaqa natijaga erishasiz. Ya'ni shu yuza ko'rinmay qoladi. Bu faqat ichkaridan ko'rinadi. Tashqaridan esa ko'rinmaydi. Mana. Demak, mana shu xatoliklarni e'tiborga olib modelni tayyorlashingiz kerak. Xayr, salomat bo'ling. Shu bilan video tugadi.